Bularimiz 80 mingdan ekan. Xo'p, assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 4-fevral haftani chorshanba kuni 2026-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Shu bozorning manzilini juda ko'p kishi bilmaydi. Xo'p, mana shu O'ptin bozorining manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kunlari bu bozor bo'ladi. Ertalab bu bozor 6 da boshlanyapti. Hozirgi vaqtlarda kunduzi 11 gacha bozor bo'ladi. Endi narxlar bilan tanishamiz. Shu yerdan aytaverasiz endi bir boshdan. Bular mana shu uchovi 80 mingdan. Xo'p, mana 1, 2, 3 shular 80 ming so'mdan ekan. Mana ikkalasi 75 ming. Xo'p, 1, 2 mana shu ikkalasi 70 ming so'mmi? 75 ming. Ha, 75 ming so'mdan ekan. Rasvetkalari bor. 48 58 gacha razmerlarimiz. Xo'p. Yaxshi. Buzchi. Bunisi 80 ming, bunisi 85 ming. Bular ham 48 58. 80 ming so'm, 85 ming so'm ekan. Ikkita zamakli zamaksiz. Bularning materiali nima? Bambuk velvet. Hammasiniki? Yo'q. Mana ular bambuk hammasi. Bundan faqat bambuk velvet. Bular bambuk ekan, bular bambuk velvet ekan. Endi bu tomondagilar nech pul buni? Bular 100 ming uchalasi. Qalin velvet. Velvetdan mana qalin ekan. 100 ming so'm ekan. Pachkagami, donagami? Pachkaga. Pachkaga? Donaga nech pul? Donaga 105 ming. 105 ming so'm ekan donaga. Razmeri qanaqa ekan bularda? Bular 48 dan 56 gacha. 48 dan 56 gacha razmer. Rasvetkalar bor. Bu ham sal boshqacha xolasa, narxi bir xil. Bo'ldi mana. 1, 2, 3 narxi bir xil mana shu uchala mahsulotni. Donaga 100 ming so'm, pachkaga 105 ming so'm, ha? Razmeri 48 dan 56 gacha. 48 dan 56 gacha. Materiali velvet. Qalin velvet. Nachoslimi bu? Qalin velvet ekanda, xullas. Nachosi yo'q ichida. Qalin velvetdan nachos. Nachossiz qalin velvet deyapti. O'rtaqa. Ha, buchi? Bularimiz 100 ming. Ha. 85 ming bambuk. Bular 100 ming so'm ekan. Mana 85 ming. Ha, manasi 100 ming so'm, ha? Ha. Bunisi 85 ming so'm, ha? Velikan holatlarimiz bor. 58, 60, 62, 85 mingdan. Velikan holatlar 60, 62 razmeri. 58, 60, 62, 85 ming. 85 ming so'm ekan. Uchalasi bir xil narsa shekilliga. Ha, rasvetkalar bor. Mana. Xullas, donaga pachkaga sotaverasa hammasidan. Bularni qarang, narxini aytdiz-ku. O'sha pachka narxini aytgansiz. Ha, pachka narxi. Donaga qancha qimmat bo'ladi? 5 ming. Ha, donaga 5 ming so'm, misol uchun 80 ming so'm degan bo'lsa, o'shasi 85 ming bo'ladi donaga, shundaymi? Telefon nomeringiz nechi? 99lik 99lik 974 974 22 36. 22 36. Shu nomerga telefon qilaverasizlar, videoni obdan ko'rib chiqinglar, keyin telefon qilasizlar. Bular nech pul? Bu ham sizdanmi? Nech pul deyapsiz buni? Bular 30 ming. Bular 30 ming so'm ekan. Pachkagami, donagami? Pachkaga. Pachkaga ekan, 56 dan 60 gacha razmer ekan mana. Zo'r. Materiali nima buni? Gudrin. Material, shunaqa material ham chiqibdi. Bodring bas, budring. Shundaymi? Telefon qilaverasizlar.